y tuğan tel imatur tel etkemen kemnin teli onlara dinler buyur etkemen yaxshiroq bo'ldi, chunki bular bu so'zdagi allafan o'ylab chiqargan so'zdagi o'shandan da tatar artistlarining bunda kelib konsertlar bilan gastrollar bilan yurganlari bo'lmagan. Ayrim konsert qo'yib ketganlar bor, lekin mana shunday tur uyushtirgan bu albatta bek og'ir ish. Hamda shu ishni bu tarixiy voqea deb aytganlar bular. Mening uchun bu maqtan so'zida tugul, lekin bu mening uchun bek tarixiy voqea bo'lib qolacak. Hamda tomoshachilar bek sog'inganlar bunda endi bor elekdan tüplengen tatarlarda var, bugungi kunda ko'chib kelganlarda var, barsida var. Hamda jırlarının her birisini yaqin etib, təmli etib, жылы etib qarşı alırlar. Hamda artistlar üçün нәрсе kerak, albatta жылы münasabət kerak. Şu жылы münasabətni bunda yaşayan tatarlar bek yaxşı tuduralar. Mana şol bek zo'r rahmat Amerikaga, bek zo'r rahmat millatdoshlarimizga. Birgina taqdirda tugul, әлі tag'in kelasi kela, chunki shundan da kimdir eshitmay qolgan millatdoshlarimiz bor. Ikkinchi kunligina yozalar, "Anishlab biz bilmadiksin" deb. O bitinde ma'lumotni yetkazgan bugungi kunda bir qarasang sotsial shetlarlar ishlab turadi. Nishlab tur hamon tomoshachilarimiz, millatdoshlarimiz bilib bitmay. Bunda begrakda birinchi taqdir bo'lgach, tomoshachilar uylanmagan millatdoshlar bunda konsertga yurgan. Biz ularni o'rgatamiz, hamda Amerikaga tag'in kelamiz. Birinchi taqdir uyushtirdi, hamda uning endi necha qilasan, bu mening uchun bek zo'r risk bo'ldi, chunki bunda mening o'zimdan o'xsha, ham Filipskaga o'z o'xshalarini so'rga to'g'ri keldi. Hamda bu birinchi taqdir shunday o'zine ko'ra gastrolni. Ham ona biz bek yaxshi ittirib o'tdi, Torontoda yordam etdilar, bek motor ittirib o'tdi, Pittsburghda da ebatgina o'tdi, Washingtonda, hamda zo'r bilan bek kulminatsionni bek yaxshisi bilan Nyu-Yorkda bo'ldi. Bunda gumurga ko'rmagan tatarlarni birinchi taqdir ko'ramiz, kishilar optirab turadi. Qo'yan bular bu xatdan qolib qo'yan kelgan ekan deb. Shuning uchun bek aybat bo'ldi deb o'ylayman, kelajakda davom ettiramiz deb o'ylayman endi. Bek ko'p artistlar yozdi, bizning qanday uyushtirib deb anda уже очередь bor. Очередь bor, qararmiz. No, bunda Filistin de kim bularga bo'lsa bildirib bo'lmayacak. Chunki bunda shunday repertuar kerak. Bunda Amerikanlar da yuri, İtalyanlar da yuri. Bunda turli millatni yine kelajakda endi shu tatar kulturasini, tatar jir san'atini boshqa millatlarga da spokойно ko'rsattirlik. O'sha balalarni shaharlar tutirib yerlik bo'lsin kerak. Chunki bizning tatar estradasi bugungi kunda ol bilmayman, ular o'rganirga kerak, ular ko'payib Tatarlar turlisi bor. Turlisi kimdir aytadi, menga $20 to'lay olmay qiymat ministerstva to'lasin deydi. Kimdir aytadi, biz problem, kimdir aytadi, 10 biletni oldi, turlicha bo'ldi. No, negativ momentlarda ko'p kishi nechikdir kelib chiqmaydi deb meni ikkilantirishga tirishdilar. Biz baribir yengib chiqdik. Bek motor ittirib bayram ruh borliqqa chiqdi.